Meni ishim mazada. Shunday klientlar tushirib, mana shunday manzaraga kelib tomosha qilsa bo'ladi. Hozir Long Island Citydaman. Sizlarga bitta chiroyli manzara ko'rsatay. Ishdan charchagan vaqtda mana shu yerga kelib merim yig'sa bo'larga. Mana bu to'yxona ekan. Hozir klientlar olib keldim mana shu yerga to'yga. SMS yozdi, kech qolyapman, tezroq hayda, to'y bo'lyapti deb. Mana bu taraf Manhattan. Mana bu Queens ko'prigi. Çok go'zal joy. Nima deyman, ko'rayotganlarga hammaga kelish nasib qilsin. Mana shunday joylarga men ham qachonlardir orzu qilardim, mana shu Amerikaga borarmikinman, aylanarmikinman deb. Mana endi har kuni mana shu Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx da yuraman. Mana halalar hamma to'yga yig'ilyapti bugun. Atrof qaranglar. To'ychoq. Xolos ovqatmadimikin? Yurakchasi ham bor ekan. Charchamanglar, kuzatib turinglar. Biron kun chiroyliroq to'y bo'lsa qo'yaman.